Tasavvur qiling 6 yoshdasiz. Onangiz sizni Kobedagi bolalar uyining eshigi oldida kiyimlar solingan sumka bilan tashlab ketadi. Bitta yozuv ham bor. Kechirasiz, endi men qaray olmayman. Oq fartuk kiygan ayol qo'lingizdan ushlab ichkariga olib kiradi. U sizni 5 ta kravat qo'yilgan derazasi beton devorga qaragan xonaga olib boradi. Keyin bitta kravatni ko'rsatadi. Mana shu yer seniki. Endi siz qancha kutsangiz ham sizni hech kim bu joydan olib ketmaydi va shu yerning o'zi sizning kimligingizni belgilab beradi. Burakumin. Ular oldinlari Yaponiyada past tabaqadagi odamlar hisoblangan, chunki ular hayvonlarni so'yish, terisini shilish, o'liklarni ko'mish bilan shug'ullangan. Bunga oldinlari to'g'ri qaranmagan va shunday insonlar alohida qishloqlarda yashashgan. Bu bizda oddiy, lekin Yaponiyada unaqa emas. Oilam M-Shopkids do'konimizda yangi kiyimlar keldi va har kuni yangilarni tashlab boryapmiz. Real ko'rinishi bilan farzandingizga qanday turishini ham. Do'konimizga o'tib buyurtma qiling, O'zbekistonni istalgan joyga yuboramiz. Hatto chet eldan turib ham O'zbekistondagi farzandingiz yoki jiyanlaringizni arzon narxga xursand qilishingiz mumkin. 8 yoshga kelib bolalar uyiga o'rganasiz. Ertalab uyg'onish, tozalash, maktab, gapirmaslik. Siz tez ovqatlanishni o'rganasiz, chunki katta bolalar sekin yeyotganlarning ovqatini tortib oladi. Siz shovqinda ham uxlashni o'rganasiz, chunki kimdir yig'lasa ham xodimlar kelmaydi. Va siz bitta narsani tushunasiz. Kattalar doim tashlab ketishadi. 10 yoshga kirganingizda sizdan 2 yosh katta bolalar sizni eta deb chaqiradi. Bu eski haqoratli so'z, ya'ni sen odam emassan deganday. Siz uni shunchalik qattiq urasizki, tishi sinadi. Keyin uni emas, sizni boshqa xonaga ko'chirishadi. 12 yoshga kelib maktab siz uchun eng yomon joyga aylanadi. Qo'lingizni ko'tarsangiz, o'qituvchilar ham ko'rmaganlikka oladi. Biror qizning yoniga o'tirganingizda, u bu yerdan turib ketadi. Siz hali 12 yoshdasiz, lekin ular allaqachon taqdiringizni yozib bo'lgan. 13 yoshda siz maktabga borishdan ko'ra ko'proq dars qoldirasiz. 14 yoshda esa umuman bormay qo'yasiz va hech kim sizni izlab ham kelmaydi. Bu hikoyaning eng dahshatli tomoni ham shu, chunki bunday bolalar o'zlari xohlab tizimni buzmagan edi. Tizimning o'zi hech qachon ular tomonda bo'lmagan. Ularning gaplashadigan odamlari yo'q edi. Ularga boshqa yo'l ham borligini ko'rsatadigan hech kim bo'lmagan. Agarda mana shu yerda bitta yoningizda turadigan odam bo'lganda, balki hammasi boshqacha bo'lgan bo'lardi. Bir kuni 15 ta mototsiklning ovozi qiruvchi samolyotnikidek eshitilib o'tib ketadi. Ular derazangiz yonidan o'tganida ko'kragingiz ichida nimadir yonadi. Bir oy o'tib siz ham ulardan biriga aylanasiz. Sochingiz oqartirilgan, kanji yozuvlari tikilgan kombinezon. O'zingiz ham zo'rg'a o'qiy oladigan yozuvlar va o'g'irlangan Honda SP400. Bu o'yinga kirishingiz uchun qayerdan kelganingiz muhim emas. Ular faqat ikkita savol beradi. Mina olasanmi? Qon ketishga tayyormisan? Sizning eng yaqin do'stingiz Kenji koreyalik portda ishlaydigan odamning o'g'li. Yana bir tizim chetga uloqtirgan bolalardan biri. 16 yoshda birinchi marta u bilan birga hibsga olinasiz. 17 yoshda esa ikkinchi marta. Bu safar voyaga yetmaganlar koloniyasiga qora kostyum kiygan odam keladi va u sizga xrizantema gerbi tushirilgan vizitka beradi. Va shunday deydi: "Chiqqaningdan keyin bizni oldimizga kel." Do'stingiz Kenji ham xuddi shunday karta oladi. Bosozoku baykerlarning 3dan 1 qismi aynan shu yo'lga kiradi. Siz esa oradan 3 oy o'tib u yerga borasiz. To'g'ridan to'g'ri o'sha manzilga, chunki boshqa variant deyarli yo'q. Bir umr rad etiladigan ish arizalari, kimdir manzilingizni tekshirish bilan yopiladigan eshiklar. Vizitkadagi manzil sizni pachinko salonining ustidagi hech kim kirmaydigan ofisga olib boradi. Stol ortida o'tirgan odam sizga bir qaraydi. Boshini qimirlatadi va sizni ishga oladi. Keyingi 18 oy davomida siz mashina yuvasiz, pol tozalaysiz, sigaret olib kelasiz. Yo'lakda tik turib buyruq kutasiz. Siz deyarli pul olmaysiz. Orqa xonada yana 4 ta yangi yollangan yigit bilan uxlaysiz. Siz hali yakuza emassiz. Siz hali sinovdasiz. Shuning uchun indamaysiz va doim ishlaysiz. 19 yoshga kirganingizda esa ular sizni nimagadir loyiq deb hisoblashadi. Siz sadr daraxti va tutatqi hidi kelayotgan xonada tatamiga tiz cho'kasiz. Devorda 3 ta o'ram osilgan. Amaterasu, quyosh ma'budasi, Hachiman, urush xudosi va amaldagi imperatorning surati. Xonada 12 ta sham yonib turibdi. 2 dona tai balig'i. Bittasi katta, bittasi kichik. Bu ota-bola ramzi va yana bitta chinni sake kosasi. Yakuza boshlig'i Oyabun sizning ro'parangizga o'tiribdi. 56 yoshda bo'lsa ham juda ham ozg'in. Ko'rinishdan sizga hech narsa bera olmaydigan odam. Vositachi stakanga sake qo'yadi va xo'jayinga uzatadi. U ichadi, keyin yana qo'yishadi. Bu safar kamroq va stakanni sizga uzatishadi. Siz ichasiz, stakan issiq. Sake tomog'ingizni kuydiradi. Bo'ldi. Endi siz uning farzandisiz. U esa sizning otangiz. Sizning haqiqiy oilangiz endi shu. Siz uni Oyaji deb chaqirasiz. Boshqa bir odamni esa Aniki deysiz. U katta aka.
Bu marosim sakazuki deb ataladi va hozirgina ichgan o'sha stakan hayotingizdagi eng muhim buyumga aylanadi. Agar uni yo'qotsangiz, hamma narsani yo'qotasiz. Yoningizdagi yigit ham o'sha stakandan ichadi. Endi u sizning akangiz. Qondan ham kuchliroq rishta bilan bog'langan. Keyin ular sizga Yakuza nomining ma'nosini tushuntiradi. Bu eski karta o'yinidan chiqqan. 8 ya, 9 ku, 3 za. Bular qo'shilganda eng yomon kombinatsiya hosil bo'ladi. Bu degani foydasiz karta. Yakuza ham jamiyatga keraksiz odamlar uchun ishlatiladigan so'zga aylanadi. Sizni oldin shunday hisoblashgan, siz hozir ham shundaysiz, lekin farqi shundaki, endi siz bu nomni uyat emas, zirh sifatida taqasiz. 20 yoshga kirganingizda sizni Hiroshi oldiga yuborishadi. U Shin Okubodagi eski kvartiraning 2-qavatida ishlaydi. Tatuirovka ustasi sizga qarab bitta savol beradi. Sening hikoyang qanday? Siz nima deyishni bilmaysiz. Shunda u sizning o'rningizga javob beradi. Chap yelkangizga oqimga qarshi suzayotgan koi balig'ini chizadi. Chunki siz hali ham yuqoriga chiqishga harakat qilyapsiz. Orqangizda esa himoya qilishga hech kim qolmaganlarning himoyachisi Fudo Moyo qimirlamaydigan qirolni chizadi. U hech qanday apparat bilan ishlamaydi, faqat metal ignalar. U ignalarni teringizga birma-bir botiradi. Daqiqasiga 120 marta. Har bir zarba qovurg'angizda sigaret o'chirayotgandek seziladi. Har seans 3 soat davom etadi. Siz 2 yil davomida har hafta kelasiz. Tatuirovka uchun pulni hamma ham to'lay oladi, lekin hamma ham bunga chiday olmaydi. 22 yoshda siz xato qilasiz. Yig'ilish vaqtida Anikiga qarshi gapirib yuborasiz. Urush bo'lmaydi, sizga musht ham tushmaydi. Bu shunchaki hurmatsizlik. Lekin bu yerda hurmat hamma narsadan ustun. Va siz chegaradan o'tib bo'lgansiz. Vakagashira sizni orqa xonaga chaqiradi. Stol ustida oq mato va tanto pichog'i va bint. U hech narsani tushuntirmaydi. Buni keragi ham yo'q. Siz chap qo'lingizning 2-barmog'ini 1-bo'g'imidan o'raysiz. Pichoqni bosasiz, 1 soniya ichida butun tanangizga tarqalgan kuchli og'riqni his qilasiz. Keyin barmoq ajraladi. Kesilgan uchini matoga o'raysiz va bu barmoqni siz hurmatsizlik qilgan Anikining oldiga olib borasiz. Ta'zim qilib uzatasiz. Bu yubitsume, barmoq qisqartirish jazosi. Endi qilishni oldingidek kuchli ushlay olmaysiz. Demak, oilaga qaramligingiz kuchaydi. Bu hurmatsizlik qilganning jazosi edi. Ertasi kuni yana ishga qaytasiz. Hech kim bu haqida gapirmaydi, lekin hamma ko'radi. 25 yoshga kelib siz oddiy topshiriqlardan pul yig'ishga o'tasiz. Sizga Kabukichoning 6 kvartali beriladi. Tokiodagi mashhur qizil chiroq hududi. Har hafta barlarga va salonlarga borasiz. O'tirasiz, choy ichasiz, qo'l berib ko'rishasiz va konvert bilan chiqib ketasiz. Pul doim yuqoriga oqadi, har doim. Siz bir qismini Anikiga berasiz. Aniki Vakagashirani boqadi. Vakagashira boshliqni, boshliq esa Oyabunni. Bu tizimda hamma sizni orqangizdan kun ko'radi. Endi siz kostyum kiyasiz, italyancha kostyum. 2 dona telefon olib yurasiz va kerakli odamlarga kerakli burchak ostida ta'zim qilasiz. Bu dunyoda hatto kamroq egilish ham urushga teng hisoblanadi. 28 yoshda siz qurilish kompaniyasi niqobi ostidagi biznesni boshqarasiz. Qog'ozda siz uchastka menejerisiz, aslida esa siz boshqa firmalar sizning hududingizga kirib kelmasligi uchun mas'ulsiz. Ba'zan bu oddiy suhbat bilan hal bo'ladi, ba'zan esa tongda derazalarni sindirish bilan. Do'stingiz Kenji qimor tarafda ishlaydi. U xarizmatik, lekin ehtiyotsiz. U pul ola boshlaydi. Oz-ozdan deyarli bilinmaydigan miqdorda. Siz buni sezasiz. Siz unga bu ishingni to'xtat deysiz. U kuladi va bu chollar sanab bo'lmaydigan darajada boy deydi. Lekin siz kulmaysiz, chunki bu hikoya qanday tugashini bilasiz. Bu oilada o'g'irlar ogohlantirilmaydi. Ular shunchaki yo'q qilinadi. 29 yoshda siz bir qizni ramyon do'konida uchratasiz. Tungi soat 2 u hamshira. U sizning yo'q barmog'ingizni ko'radi, kostyumingizni ko'radi, devorga orqa qilib o'tirishingizni ko'radi va darrov kimligingizni tushunadi, lekin baribir yoningizga o'tiradi. Uning ismi Aiko va u sizni ko'p yillardan keyin birinchi marta chinakamiga kuldira olgan inson. Haqiqiy kulgu. Go'yo siz allaqachon yo'qotgan narsangizni topib olgandeksiz. U hech qachon ishingiz haqida so'ramaydi. Siz ham buni aytmaysiz. 30 yoshga kirganingizda u homilador bo'ladi. Siz uzuk sotib olasiz va Oyabun bunga ruxsat beradi, chunki gangsterlarga ham merosxo'r kerak. O'g'lingiz kasalxonada tug'iladi. Siz esa ro'yxatdan o'tishda soxta kompaniya nomidan foydalanasiz, chunki tug'ilganlik hujjatida Yakuza nomi bilan bog'liq ism bo'lsa, bu nom bolaning orqasidan soyadagi yuradi. Bir muddat siz 2 xil hayot kechirasiz. Uyga kirishda kostyumni yechasiz, ikkinchi telefonni mashinada qoldirasiz. O'g'lingiz yurishni o'rganadi. Shu paytda shaharning boshqa tarafida sizga pul to'la konvertlar topshiriladi. 34 yoshga kirganingizda tungi soat 3 da telefon jiringlaydi. Kenji.
U qimor pullaridan olgan narsalarni hali ham kichik deb o'ylagan edi, lekin boshliqlar hisob-kitobdagi bo'shliqni topdi va o'sha bo'shliqda Kenjining barmoq izlari bor edi. Uni uchrashuvga chaqirishadi, u esa boshqa qaytib kelmaydi. Dafn bo'lmaydi, tushuntirish bo'lmaydi, jasad ham yo'q. Ertalab hammaning og'zida uning ismi yuradi. Kechga borib esa hech kim uni tilga ham olmaydi. Bu oilada jazolar e'lon qilinmaydi. Odamlar shunchaki yo'q bo'lib ketadi va sukunatning o'zi hukm hisoblanadi. Siz tongda kvartirada yolg'iz o'tirasiz. U sizning ukangizdek edi. Siz bilan birga tiz cho'kkan odam edi. U doim yoningizda edi. U ham o'sha kosadan ichgan edi, lekin o'sha kosa uni qutqara olmadi. Aiko uyg'onganida sizni hali ham o'sha joyda o'tirgan holda ko'radi. U nima bo'lganini so'ramaydi, chunki hammasini yuzingizdan bilib olgan. O'g'lingiz uxlaganidan keyin bir kuni kechqurun Aiko oshxona stolining narigi tomonida o'tiradi va ilgari hech qachon aytmagan gapini aytadi. Ket. Siz javob bermaysiz, chunki yakuzadan shunchaki chiqib ketib bo'lmaydi. Buning uchun sake kosasini qaytarishingiz kerak va bundan ketishga ruxsat so'rashingiz kerak. U ruxsat berishi ham mumkin, bermasligi ham mumkin. Ba'zi erkaklar tinchgina chiqib ketadi, ba'zilari esa ruxsatsiz ketishga urinadi va shunchaki yo'q bo'lib ketadi. Hatto omad kulib boqib, rozilik bilan chiqib ketgan taqdiringizda ham bu yerdagi qonunlar sizni yana 5 yil davomida bloklab qo'yadi. Bank hisob ocha olmaysiz, uy ijaraga ola olmaysiz, telefon shartnomasi qila olmaysiz. Qog'ozda siz erkin odamsiz, aslida esa arvohga aylanasiz. Siz Aikoga bu haqida o'ylab ko'raman deb aytasiz, lekin aslida o'ylab ko'rmaysiz ham. Siz yana ishga qaytasiz. O'g'lingiz o'sha qishda 5 yoshga kiradi. Bir kun ertalab u qo'lingizni ushlab, "Nega qo'ling boshqacha?" deb so'raydi. Siz unga ishdagi baxtsiz hodisa deb aytasiz. U sizga ishonadi, lekin bu uzoq davom etmaydi. Reyd seshanba kuni bo'ladi. Politsiya eshikni muloyim taqillatadi. Ular eshikni tepib kirmaydi, chunki bu Yaponiya. Bu yerda odamning hayotini qurol bilan emas, hujjatlar bilan buzishadi. Qurilish kompaniyasi niqobi, buxgalteriya izlari, 12 yil davomida yig'ilgan konvertlar, soxta hisob fakturalar. Bularning hammasi o'g'lingiz tug'ilishidan oldin boshlangan maxsus tergov tomonidan yig'ilgan edi. Sizga 7 yil qamoq jazosi beriladi. Oyabun sizga advokat yubormaydi. Sizning o'rningizni allaqachon boshqa odam egallab bo'lgan. Sudda kiyishga ruxsat berilgan kostyum esa uzoq vaqt davomida egalik qilinadigan oxirgi yaxshi narsangiz bo'lib qoladi. Aiko kurashadi. U 11 oy davomida hammasini ushlab turishga harakat qiladi. Lekin bu yerning qonunlari uning hisoblarini muzlatadi. U egasi ijara shartnomasini bekor qiladi, ishxonasi esa uning kimning xotini ekanini bilib qoladi va smenalari yo'qola boshlaydi. Oxir uning boshqa yo'li qolmaydi. U o'g'lingizni boqolmay, bolalar uyi eshigi oldida qoldiradi. Xuddi siz bilan bo'lgani kabi. O'g'lingiz 7 yoshga to'lgan kuni siz 30 yil oldin turgan eshik oldida endi u turadi. Yonida kiyim solingan sumka. U yakuza 8-9 uchga kirishga yaqin. Bu eng yomon yo'l. Keyin siz butun umr farzandingiz bu yo'lga kirib qolmasligi uchun kurashasiz va natija yaxshi. 2024-yilga kelib faol yakuza a'zolari soni 20 mingdan ham pastga tushdi. Bu tarixdagi eng past ko'rsatkich. Hozir o'rtacha a'zo yoshi 50 dan oshgan. Ba'zida odamlarning hayotini tizim hal qilib qo'yadi. Bu video mani donat orqali qo'llab o'rgan va o'sha yerda so'ragan Alisher ismli obunachimiz uchun tayyorlandi. Men ko'p hollarda kommentlarni o'qiyman va javob berishga harakat qilaman, lekin donat qilganlarning savollariga javob berib bo'lmaydi. Shuning uchun bundan keyingi har bir videoda meni qo'llaganlarga ham javob beraman. Ya'ni har bir video oxirida donat qilganlar savollariga javob beraman. Donat silkasi kommentariyada. Sizlarni yaxshi ko'raman, o'zingizni ehtiyot qilinglar, hozir xayr.